Ko'pchilik internetda daromad qilib bo'lmaydi deb gumon qilib o'tiradi. Gumoningiz to'g'ri, chunki 80-85% proyektlarni ko'pi yolg'on, laxatiron. O'zimiz ham 2 marta aldanganman, shaxsan men o'zim. Lekin bitta joyiga pul tikmasdan oldin yoki ishga kirmasdan oldin ozgina aqlda ishlatib proverka qilish kerak. Proverka qilish uchun bizning kompaniyamizda imkoniyati bor. Biz Biflik kompaniyasida ishlab daromad qilyapmiz. Hozir 7 oydan 8 oydan beri почти daromad qilib kelyapman. Shu kompaniyaga sizni ham taklif qilaman. Hammasi prozrachno, qonuniy loyiha va halol proyekt bu. 58 ta davlatda insonlar ishlashib daromad qilib kelishyapti. 18 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan xotin, qiz, erkak, ayol farqi yo'q. Hammalari bir xil ishlashib daromad qilib kelishyapti. Ishlaysiz, bitta ham bizda mehnat qilasiz. Nima deydi, halyava yo'q, faqat mehnat qilasiz. Qilgan mehnatingizni rohatini 100% ko'rasiz. Telegramga o'ting, hammasini podrobno tushuntiraman.